Bugun 6-iyun Boysun bozoriga tarvuz zo'rlari keldi. Narxi donaga ham, kiloga ham kelaverasizlar, juda arzon. Hoji bobo, bu videoni Instagramga qo'yaman. Qarshiligingiz yo'qmi? Rozimiz. Tarvuzlarimiz yaxshi chiqibdimi? Baraka to'g'ayapsizmi? Bunday tarvuz kelmabdi olib Boysunga. Baraka topsin. Mana kilo demay, bir dona tarvuzga qarang kattaligini. Donaga ham, kiloga ham kelaverasizlar. Ketyapti. 18 ming. 15 ming, 20 ming, 25 Ha, ming. 25 mingga tushyapti. Kelaverasizlar akalar. Bir vaqtlar tarvuz. Mana tog'li klientimizga 1 tonna tarvuz berdik. Tarvuzlar baraka to'g'ayapsizmi aka, zo'rmi? Assalomu alaykum, ahli guruhlar, yaxshimisizlar? Qo'llaringiz shukr qiling. Hammamiz tinch omonlik. Mana tarvuz keldi, arzon kilo emas. Qo'lni donaga sotamiz. Mana tog'da astanovka tagiga. Akani joylari tog'da astanovkasiga. Nasib bo'lsa Tarvuzlar donaga bo'lib ketdi, boraverasizlar. Narxlari arzon. Juda arzon. Mashina kelaverasizlar. Hoji bobo duo bo'lsin. Allohumma salli ala Muhammad va barik va sallim alayhim. Kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, sezonga shunchalik xizmat qiladi xalqimiz uchun. Omadini bersin ilohim. Alloh taolo shularning yo'lini ochiq qilsin. Ilohim Parvardigor qishgacha faqat rohatda bo'lib turib qavm bilan tarvuz yeylik. Umrlarni ziyoda qilib bergansan ya Allohim. La ilaha illalloh anna Muhammad. Allohu akbar. Rahmat hoji. Sog' bo'lasizlar.